Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastavka xizmatimiz Qo'qon shahar Dang'ara tumaniga 50 ga burun qirg'iligidan 2 ta olib kelib ishlatib berdik. O'rnatib devorga qotirib berdik. Sababi bu yerda bolalar bog'cha ekan. Mana shunday chiroyli holatda ishlab turibdi. Bu yoqda bolalar uxlab yotishibdi. Opajon qalay ishlashlari ko'ring-chi? Yaxshi, o'sha aytilgancha bor ekanmi? Urganimizda bor ekan. Aytilgan vaqtda olib kelib berdik-a? Tez 7 minut bilan 8 minut bo'ldi bo'lgan bo'lsa. Suvlari isib, mana radiator o'zini nimasini ko'rsatyapti, issiqligini, xonada ham bilinyapti harorati. Yaxshi, o'sha o'ylagan, kutgan narsamiz buni rahmat. Kecha aytgandim. Bir kunda kecha bitdan keyin iltimos qilgan bo'lsa, mana bugun tayyor olib kelib o'rnatib berishdi xizmatlarini qilib. Aytilgan vaqtda olib kelib berdik-a? O'rgatishdi. Suv o'zi mana 7 minutda qaynashga keldi. Isishga keldi. Yaxshi. Hozir juda balandda turgani yo'q, shunchalik mana hozir sezilyapti issig'i yaxshi. 60 gradusga qo'yib qo'yganmiz hozir. Xudo xolasa mana bu yoqdagi ham shu 60 gradusga qo'yib qo'yganmiz. Juda ham chiroyli holatda sig'adan o'tkazib qo'ydik. Oyoqlarini ham qo'shib berganmiz. Sizlarga ham shunday xizmatimizni qilib bera olamiz, xudo xolasa. O'zbekistonning barcha hududlariga dastavka xizmatlarimiz bor. Kelishgan holda chiroyli holatda qilib beramiz. Barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasin. Opajon, yaxshi kuningiz bo'lsin. Rahmat sizlarga.